Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Mana biz Instagram sahifasida yangi sayt ochdik. Bir oyda 40 mingta obunachimiz yig'ildi. Muxlislarimiz, shogirdlarimiz, bizni ko'rgan, tanigan, bilganlar obuna bo'lishdi Instagram sahifasiga. Mana endi biz hozir bu YouTube kanalini ham ochdik buni. YouTube kanaliga ham a'zo bo'lib qo'ysalaring, qo'yga qanaqa ma'lumotlar bo'lsa, qo'ldan kelgancha chiqarib turamiz. Yoshlarimizga, yangi chorvadorlarga o'rgatib turamiz qo'limizdan kelgancha. Hozir mana bu sotuvda ham qo'ylaringiz bormi deb ko'pchilik murojaat qilyapti edi. Sotuvda qo'ylarimiz bor. Mana shu kanalimizda doimo qo'yib boramiz. Insof sari baraka. Hali nima desa bo'ladi? Yaxshi, ishonchli, toza qo'ylar, prigrivkasi bo'lgan birinchi o'chirda. 11 oylik qo'zilar, mashinalar, to'qlilar. Qo'y qilaman degan odamga 5 donasi qochgan, 5 donasi, 30 donasini hali qo'chqor ko'rmagan. Agar aprel oylaridan qo'chqor qo'shsalaring, sentyabr oyiga borib bular 50 ta qo'y bo'lib tug'ib beradi, xudo xolasa. Toza hisori qo'ylar, o'zimizni shu yerda O'zbekistonda tug'ilgan, O'zbekistonda ovozga moslashgan qo'ylar. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Bo'ylari 80 sm. Plus. 80 plus, 80 bo'lyapti. 85 ligi ham bor. Keyin bularda yana bir tomoni borki, bularga haligi aylanbosh deydi, aylanbosh kasaliga ham prilivkalari bo'lgan, qilingan. Tayyor olib, borib boqib, yaxshi baqsalaring bo'ladi. Yana endi Bahodirjon, mana shu nimamizda aytib o'tamiz endi nimalar. Mana buni ham yangi kashfiyot qildik. Mana buni ko'rsating. 20 ta qo'y bemalol yem tashlab qo'ysangiz, o'rtaga qo'yib qo'ysangiz 20 ta qo'y bemalol o'tlaverar ekan mana mashina. Yem tashlab qo'ysangiz. Buni ham ko'rsating YouTube kanalimda. Bu ham kashf qildik, bu ham juda ham zo'r narsa ekan. Bu rosa erinchoq odamni ishi ekanda, prezident shuni solib qo'ysangiz, asal menga o'sha odam ishi ekanda bog'ladi. Prezident shuni solib qo'ysangiz qirqmasdan. O'tlaverar ekan bu. Mana buning ichida bu qo'yimiz ham bor mana. Asha olganning ichida buni ham qo'shib beramiz. 50 ta so'liq bu mana bu. Buni qizi ham bor bu yerda. To'xtang, qizini ham ko'rsatamiz. Mana qizi. Quloqlari ham pastda uzun. Mana bu qizi. Mana bu qizi. Qizi mashhur. Hozirdan bu qo'ylar. Shu ona bola shular. Uchun qo'y boqinglar ekan. To'rtta qo'yni haydab, qoladi yuringlarda tafakkur qilishga zo'r vaqt. Endi u ham qaysi, ammo musulmonlarni tashlab qo'ysa tafakkur bo'ladi. Mana ol, buni tafakkur qildirmay qo'ydi biz.